Chilonzor 8-kvartal Parus bir xona ikki xona qilingan g'ishli gazli domimizdan chiqdi. Arzon narx kanalida 30.500 dollarga egasini nomeri bilan ko'rsatamiz. Parusni orqasidagi 5 etажkali galerik tipdagi domimizning 3-etajida o'rtada chiqdi. Kvartiraga kirganimizda kuxnya, mini kuxnyasi mana shu kirgan joyda qo'yilgan. O'ng qo'lda zali, texnikalar hech narsa qolmayapti, pustoy holatida. Gazli dom, bu zali, bu devor keyinchalik qo'yilgan gipsokarton. Ustalarimiz bular bemalol bu shaklda bo'lgan aslida. Gazi mana balkonga chiqarilgan, bez remont holatida akvaramga qo'yib qo'yilgan balkonchasi bor. Patizdan kirganimizda chap qo'lda sanuzili. O'zlaringiz uchun bir qarab olasizlar. Posudomoyka qo'yadigan shu yerda kirgan joyda. Ota-onalar yotoqxonasi yoki detskiy xona qilsalaringiz ham bo'ladi. Mebel texnika pustoy holatida topshirilyapti, sotilyapti. Bu devorni olib tashlasangiz bo'ladi bemalol. Yarim g'ish yoki gipsokarton qo'yib. Kvartira yosh oilalar, studentlar yoki shaharga tez-tez qatnaydigan viloyatlar uchun o'ta zo'r variant. Arenda bermoqchi bo'lsalaringiz, yengil kosmetika remont qilib qo'yib 250-300 dollargacha arendaga bersalaringiz bo'ladi bemalol. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Chilonzor 8-kvartal Parusni yonidagi Evos'ni orqasida maktab bog'cha, shunday yaqinida maktab bog'cha bor. Mana 183-maktab, 309-bog'cha bor. Mana Qatortol bozorcha, bu yerda Novza va Mirzo-Ulug'bek metrolari yaqinida. Kvartira faqat naqdga sotilyapti, ipotekaga berilmayapti. Hamma hujjatlari joyida. Pastda egalar nomeri bo'ladi. Buni arzon variantlarni o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.